Turkiya hukumati bundan buyon Iroqqa harbiy askarlarni yubormasligini bildirdi. Bu haqda bugun o'lkaning premyer ministri Ahmet Davutoğlu ma'lum qildi. Unga Turkiyaning 150 ga yaqin askarlari Iroqdagi kurd askarlari mashg'ulotidan o'tkazish uchun yuborilganda, Iroq hukumati bunga asos yo'qligini aytib, qayta olib chiqib ketishini aytgan. Turk qurolli kuchlarining Iroqqa yuborilishiga Islom davlati tomonidan Mosul shahrining bosib olinishi sabab bo'lgan. Qo'shni o'lkaga yordam berishni rejalashtirilgan turk harbiylari qayta ortga qaytarilib, Iroq hukumati bunday qadamlar yana qaytarilsa, Turkiya ustidan qonunbuzarligi to'g'risida Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qilishini bildirdi. Mazkur bildiruvdan keyin Turkiya hukumati vakillari bundan keyin Iroqqa harbiylarni yubormasligini ochiqladi. Yamandagi qo'poruvchilikdan so'ng Adina shahrining gubernatori Jafar Muhammad Saad halok bo'ldi. Ma'lumotga ko'ra, portlovchi modda qo'yilgan avtomashina bilan xudkush o'zini portlatgan. Voqeada Jafardan tashqari yana 6 nafar tansoqchisi halok bo'lgan. General Jafar Muhammad Saad gubernator bo'lib tayinlanganiga 1 oydan oshgan edi. Hozirda qo'poruvchilik Islom davlati jangarilar guruhi tomonidan amalga oshirilgani aniqlandi. Ta'kidlab o'tsak, Yamanda bir qancha vaqtdan buyon hukumat tomon bilan sobiq davlat rahbari Ali Abdul Salihning tarafdorlari husitlar bilan qurolli to'qnashuvlar to'xtamaydi.